365 days. Many I don't know you did. Assalomualaikum hurmatli kanal a'zolari. Sizlarni Asarti 84 bolalar. Chiroyli o'yin va chiroyli kontent Asarti 84 bolalar. Bugun kontoramiz Fun Pari kontorasi. Bilasizlar, bu yangi kontora. Shuni sinab ko'ramiz. Balans 20 million bor. Ketib bo'lsam, tak. Kim kanalni yangi bo'lib turgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar bolalar. Sizlardan talab qilmagan bitta like va podpiska bo'lamiz. YouTube kanalim va Telegram kanalimga o'tib qo'yasizlar bolalar. Xohlagan yangi kontoralar hammaga o'g'lab bor. Xohlagan kontoralarni o'tib sinab ko'rsanglar bo'ladi. Kommentariyada chiroyli izohlarni qoldirishlarini kutib qolaman. Kimga qaysi kontora yoqqan bo'lsa, like bitta podpiska bosib qo'yasizlar. Fun Pari kontorasi bu. Yaxshi yomon emas, yaxshilayapti. Shundan bolalar xohlagan kontoralar bor. Любой yangi chiqqan kontoralari hammasi bor. O'tib, ro'yxatdan o'tib qo'ysanglar ham bo'ladi. Balans to'ldiringlar deb aytmayman, shart emas. Promokod ham yozinglar deb aytmayman. Berib o'tgan kontoralarda doim bilasizlar, kontent qilib boraman. O'shaning uchun shoshmasdan chiroyli o'ynanglar bo'ldi. Главный kallanglar ishlatib o'ynanglar bo'ldi. Shu. Yana bir narsani aytmoqchiman. Ko'pchilik yutqizamiz, o'xshamayapti va hokazo yana boshqa gaplar bo'lyapti. O'shaning uchun sizlarda slotga, ya'ni RTP kontorasida beradigan slotlarda o'ynashingizni maslahat beraman. Qandoq? Eshitinglar yaxshilab, bu videoni ko'ringlar oxirigacha. Ya'ni bunda qandoq yutuq, men hozir sizlarga tushuntirib o'taman bu haqida. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, o'sha birinchi qilgan stavkalar, misol uchun hamma kontorada har xil stavkada, ya'ni bir xilda 200 so'm, 250 so'm, bir xil kontorada 3000 dan boshlanadi. Bir xil kontora 1250 so'mdan boshlanadi. Ya'ni shu minimalni olib, birinchi bonusga tushguncha, ya'ni skater tushadimi, tanga tushadimi, farqi yo'q. O'shani x2 ga har doim ko'tarishga harakat qilinglar bo'ldi. Ya'ni birinchi boshlanishdagi va bo'ldi. O'shanga qarab keyin stavkalar ko'tarsanglar bo'ladi. Ungacha maslahat bermayman ko'tarishni, chunki oqizib tashlaydi. RTP shunaqa narsa, bir bersa bilasizlar, dang'illatib, shaqillatib berib tashlaydi. Bir bermasa umuman 1000 milliard so'sanglar ham baribir bermaydi. Qadaringga rahmat. O'shaning uchun shoshilmasdan minimal summadan boshlab oling. Va balansimdan kelib chiqqan holda qo'ydim bu summani.
keyin usha olib ham o'ynasanglar bo'ladi. Bir xilay usha bo'lmaydi, o'tib ketadi yo o'zgarib ketadi deydi. Algoritm hech qachon o'zgarmaydi. Algoritm qanday bo'lsa shundoq aylanaveradi, farqi yo'q. Bu mexanikasi sizlarga aytsam, u bilmaydi sizlar yutib olsizlar, yutqizib olsizlar, farqi yo'q. Uning vazifasi faqat aylantirib berish tamom. Bonusga tushib qolish bu omad. Yomon qildim. Mashqda o'yin konkretni mana bu bonus tushadi. Oddiy misol, prosta shunchaki ushlanadigan bonusni masalan hozir ko'rsatdim. Mana ushadi hozir. Buni x2 qilaman, menga bo'ladi shu. Yetadi. Nima qilaman? O'zim qiynab, stavkam borgan sari ko'tarib oqishi nima kerak bor? Naxoy kerak emas. Ko'rdinglarmi? Sekin-sekin shuni ko'tarasizlar, bo'ldi. Tamom, stavkalarga qarab, kerakli joyda ko'tarib, kerakli joyda tushirib. Skater ushashim kerak bunda. Bitta skater ushashsam shu normalniy bo'lib ketadi. Shuning uchun RTP'da adashmanglar, shu faqat boshlanishi x2. Keyin o'shanga qarab o'sha summalarni ko'tarib tushirib o'ynasanglar bo'ladi. x2 asosiy ko'p rol o'ynaydi bunda. Tak, bir o'tkazib ya'ni tushmadi ham. Iloji boricha ko'proq aylantirishga harakat qilinglar. Minimalni qilib. Balans summada umuman aylanmaydi. Tushib qolishingiz mumkin bonusga, ya'ni skatergami, tangigami tushib qolib bir martada berish mumkin va u bir marta tushganda, misol uchun bilmagan holda bo'lib qoladi, ko'pchilikda bo'ladi bu narsa. O'sha payt to'xtatinglar bo'ldi, o'sha berganiga qoniqib olib chiqib ketinglar bo'ldi. Mana kutganimiz keldi, ko'rib turibsizlar. 50 mingdan normal urib qo'ydi, lekin 2 millionga oqizdi salkam, 1 millionga oqizdi. 2 million deyveraylik. Tak, birinchisi 62 ming. Tak, umuman yo'q. Yo'q. Uchinchisi bo'ladi. Shatarang yo'q. Bidarras. İşte oy davay bile ulab ket. Bellayt ulamadi da. Qo'yishnim. Boriga baraka qilamiz. Shuning uchun bu o'yin qoidasi shu. Yo sen qoqasan, yo seni qoqadi. Ikkovidan biridir. Bilasizlar, men azartni o'yini igrog emasman, ya'ni azartga berilib buni men umuman o'ynamayman o'zi. Umuman o'ynamayman degan azartga kirmasdan o'ynayman. Shunchaki hobbi, dam olishga, bola chapaga nima deydi? Oshig'idan qolganiga bir ozgina qiziqib ko'rib da o'ynayman men o'zi. Bunaqa bir qillab kreditga kirib ketdim aka. Nima qilsam bo'ladi? Mana shunchaga kirib ketdim aka, nima qilsam bo'ladi deydi. Nima qilish kerak? O'ynashdan oldin o'ylash kerak, kredit olishdan oldin o'ylash kerak. Bu o'yin soldim beradi degani emas. Soldim qoqadi degani ham bo'lishi mumkin. Bu ham bir omadda, kimgadir berib qoladi, kimnidir oqizadi. O'shaning uchun o'yinni qarab, shoshilmasdan kerakli joyda ko'tarib, kerakli joyda tushirib, shunaqa o'ynasanglar bo'ladi. Maslahat shu sizlarga. Gaplaring kimga ma'qul bo'lgan bo'lsa, bittadan like, video ham yoqqan bo'lsa, bittadan like. Ko'rib chiqinglar kontoralari. Telegram kanaliga o'tib ko'ringlar, yuklab ko'ringlar, o'ynab ko'ringlar, xohishinglarga qarab. Bu majburiy emas hech kimga. Shuni ham aytib qo'yay.
shunchaki hobbi sifatida foydalansa bo'ladi. Qiziqish, shunchaki o'ynab ko'rish, tam boshqacha 1 so'm 2 so'm bo'lsa, bundoq o'shani qarab, tashab o'ynasa bo'ladi. Buni o'ynab boyib ketaman, milliarder bo'lib ketaman degan xato bu. Hech qachon buni o'ynagan boy bo'lmagan, hech qachon. O'shaning uchun kerakli summani qo'yinglar, o'ynab ko'ringlar. Balkim omadlar kelib chiqqan pulinglardan 1 barobar, 2 barobar, balkim 3 barovariga bo'lib ketishi mumkin. Bu ham omadga qaraydi. Bo'ldimi, bo'ldi, to'xtatish kerak, to'g'ri yetish kerak. Misol uchun 1 million, 2 million tiqdingiz. Misol uchun 5 millioncha tushdi. Bu ham bir foyda, yaxshi. Bu pulini o'ziga o'zi urib, biron boshqa narsaga ishlatsanglar bo'ladi. Qorani xarj deydi. Hozir salkam butun dunyo o'ynaydi, buni bilasizlar o'zingizlar. Bu hamma safsata. Ko'rdinglar, 6 millionga oqqizib yubordim mana bu start. Shundaqa qilib bolalar, shunaqa gaplar. O'zim bu slot, ya'ni 3 trokasida juda yaxshi ko'raman o'yinlarni, ya'ni yaxshi chiroyli ishlangan, odam o'ziga e'tibor qiladi, o'ziga tortadi. Jekpotlar bir xilda bo'lib qoladi. Ko'p ko'raman videolar kuzatib boraman, ko'pchilik ekan. O'shaning uchun bunga azarga kirib o'ynash bu xato ish. Har bir odam uchun bu ayanchli ketish tugashi mumkin. O'shaning uchun buni hech kimga tavsiya qilmayman o'ynash. To'g'risi. Chunki ko'pchilik kreditga kirib, qarzga kirib ketdik, u bo'ldi, bu bo'ldi degan gaplarni eshitaman, ko'raman. O'shaning uchun kerakni olish kerak qolish. Tamam. Молодец, yaxshi. O'shaning uchun bolalar o'ynaydigan, qiziqadigan bolalarga maslahat beraman, azarga kirmanglar. Shunchaki hobbi qilib olinglar o'zingizlar uchun, tamom. Bu o'yin. Kimgadir beradir, kimgadir qoqadi. Tak. Men yaxshi narsa beraman. Bitta tushib berganda bormidi? O'ynana yaxshi. Ey, chaqmoqqa nima bor edi deydigan odam yo'q-a. Oxirgisi, davay. Yana chaqmoq. Mayli. Tak. 3 dan birini qaytardik hozircha, yomon emas. Tak. To'g'risi men bir paytlar haqiqatan azobga kirib juda ham o'zimdan qattiq ishonib borib o'ynab o'rganman. O'shani yomon yeganman. O'shaning uchun hech kimga maslahat bermayman. To'g'ri, odamda bo'lib turadi bu narsa, lekin iloji boricha azarga kirmanglar. O'ynamasanglar ham bo'ladi, to'g'risi. Ular majburiy o'ynaylar yoki nima qilinglar degan maqsadda emas. Umuman shunchaki vaqt o'tkazish uchun bo'ladigan o'yin. Men o'zimga yoqadi bu o'yin. Nima uchun?
Chunki shunchaki hordiq chiqarish uchun foydalanaman xolos. Kuzatib boringlar kanalni. Ko'ringlar, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, qaysi o'yinlarda o'ynalyapti. O'yinlar bermaydi emas, beradi, lekin bilish kerak-da, qaysi payt kirib, qaysi payt chiqish. Hozir yomon soladi, bitta normalni summaga solish kerak edi. Billaydi, oxiriga yana bitta tashlab berganingda bormidi, onnasini yemsan. Tak. 3 dan birimiz qaytdi hozircha. Ajoyib. Billay chaqmoqqa nima bor edi, billay debdi. O'shaning uchun bolalar shoshilmasdan qarab, azartga berilmasdan o'zinglar uchun shunchaki hobbi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi bu o'yinni. Bu o'yin o'ynaydigan, boyib ketadigan, deydigan o'yin emas bu bolalar. Videolar yoqqan bo'lsa bittadan like, podpiska bo'lib qo'yamiz bolalar. Telegram kanaliga o'tirsanglar ham bo'ladi. O'sha yerda ham o'ynalgan, o'tgan bolalar ham bor, tashlab turishadi, ko'rsanglar bo'ladi. Hamma o'zing uchun fikr, nima deydi, aql degan narsa bor har bir insonda. O'shanga tafakkur qilinglar o'zinglar bolalar. Ochig'ini aytganda shu gaplar. Azartga kirish bu xato ish. Alhamdulillah. Haqda rost. O'shaning uchun bolalar hech kimga majburiy emas. Shunchaki hobbi qilsanglar bo'ladi o'zinglar uchun. Ko'rgan bo'lsanglar videolarimni mana o'ynab turaman, qanday bir xilda ko'rasizlar, oqidan ketaman. Bu endi nima deydi? O'yinga ham bog'liq narsa, bilasizlar o'zingizlar. O'shaning uchun shoshilmasdan. Voy. Bizda tushdiligim bor, kutmovdim va tutchay bor. Shu chaqmoq siqilmaganda agar onasini yemsin ayron borardi yo. Kutmovdim to'g'risi. Nega sher tushib qolibdi. Oxirgisiga bitta davay. Ajoyib. La, budu yobana bro. Super win. Yobana bro. Блядь, ёб твою мать. Jallat. Охуеть можно. Блядь, kutmovdim bor. 29 million beryapti. Billa, men tushgan, qaranglar bolalar. Billa bo'lib bor, kutmovdim, atuvchay bor. O'zingizlar ko'rdinglar qanaqa bo'ldi. Oqib ketayotgan joyda qaytib bittada qaytarda qo'ydi. Tan berdim lekin bor, gap yo'q lekin. 200 mingdan 29 million beryordi. Orqasiga balansni normalni qaytdi. O'zi ko'rgan bo'lsangiz 20 milliondan turib, salkam 23 million bilan foydam bilan qaytib chiqib ketyapman. Videom yoqqan bo'lsa bittadan like, podpiska bo'lib qo'yamiz. Telegram kanalim va YouTube kanalimni kuzatib borsizlar degan umiddaman. Sizlardan chiroyli izoh va bittadan like. Xayr, sog' salomat bo'lasizlar. Aytgancha
Gaplarimni amal qilinglar bolalar, xato bo'lmaydi hech qachon. Sog' salomat bo'lasizlar. X2 doim